Farzandsizlikdan aziyat chekayotganlar diqqatiga ko'rinish kerak bo'ladigan 3 ta mutaxassis. Farzandsizlik bu ayol yoki erkak muammosi emas. Shuning uchun tekshiruvlar parallel ravishda olib boriladi. Birinchi asosiy mutaxassisimiz ginekolog. Ovulyatsiya bor-yo'qligi, tuxumdon zaxirasi, bachadon va naylar holati, polip, endometrioz miomalarni tekshiradi. Agar himoyasiz hayotda ham 1 yil davomida farzandsizlik kuzatilayotgan bo'lsa, vaqtni cho'zib o'tirmaslik zarur. Ikkinchi asosiy mutaxassisimiz androlog-urolog. Erkaklar tomonidan 40-50% hollarda sabab bo'ladi. Spermogramma, urug' sifatini, varikatsiyali, yallig'lanishlar, gormonal fon, testosteron va moyaklarning faoliyatini baholovchi gormonlarni tekshiramiz. Erkaklarni tekshirmay turib, ayolni oylar davomida davolash bu noto'g'ri taktika. Uchinchi asosiy mutaxassisimiz endokrinolog. Ba'zida muammo oddiy gormonal disbalans bo'lib, to'g'rilansa, homiladorlik tabiiy yo'l bilan yuz berishi mumkin. Shifo va farzand Allohdan. Sababini qilishni unutmang. Farzandsizlikdan aziyat chekayotgan tanishingizga ushbu videoni yuborib qo'ying va sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.